Hello my students, how are you? Assalomu alaykum o'quvchilar. Hamma salomatmi? Demak, bugun keyingi darsimiz, ya'ni 9-mavzuga o'tar ekanmiz. Bugun darsimizda CSS basics haqida gaplashar ekanmiz. Today we're talking about CSS basics, and the last lesson we're talking about HTML attributes. But today topic is somehow difficult, not difficult, guys. It is just simple. Okay, introduction to CSS. Demak, kelinglar endi CSS ga kirish qilamiz. Biz o'tgan darsimizda mana 3 darsdan buyon HTML dasturi, HTML haqida gaplashyapmiz. Bugungi darsimiz ham bevosita bu o'tgan mavzularimiz bilan bog'liq. Xo'sh, bugun sizlar bilan veb dasturlashni qiziq qismlardan, ya'ni asosiy qiziqarli bo'lgan qismlardan biri bo'lgan CSS basic mavzusini boshlaymiz. O'tgan darsimizda HTML orqali sahifalarni faqat skelet haqida gaplashgan bo'lsak, bugun uning dizayn haqida gaplashamiz. HTMLga introduction qismida sizlarga aytgandimki, HTMLni biz qismlarga bo'laylik, ya'ni inson tanasiga o'xshataylik. Umuman mana shu sahifalarni hammasini skeletga o'xshatadigan bo'lsak, mana shu birinchi darsimizda biz uni bosh skeletni o'rganganmiz. Hamma muhim jihatlari, asosiy omillari bo'lgan suyak qismlarni, ya'ni skeletini o'rganganmiz. Keyin esa nima degandim, uni dizayni haqida gaplashamiz, ya'ni bugungi darsimiz aynan mana shu bo'ladi. Unda chiroyli qilib bezaymiz, ya'ni kiyimlar kiygizamiz. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, unga rang beramiz. Uni tartibga solamiz, guys. Today's lesson like this. The CSS so'zining to'liq ma'nosi bu cascading style sheets, ya'ni kaskadli uslublar jadvali deya atalar ekan. Okay, let's start, guys. Xo'sh, CSS syntax, ya'ni CSSni nimasi, sintaksisi haqida gaplashamiz. Sintaks yozilish qoidasi hisoblanadi. Uni mana shunday turlari bor ekan. Selector, property, value. Demak, selector o'zi nima? Selector, it means a pointer to the HTML element you want to style, age or age and the one or p, like this one. And property, it means the attribute you want to change, e.g. color or font size, like this one. And value, it means the setting applied to the property, e.g. a blue or the 20 pixel, the like this one. And the syntax structure, it means selector, guys, the property or value. And the CSS kodini yozish uchun bizga 3 ta asosiy narsani bilishimiz kerak ekan. Bular selectorda, property and value. Selector o'zi nima? Selector bu HTMLda qaysi elementga o'zgartirish kiritmoqchi ekanligimizni ko'rsatadi. Ya'ni HTMLda qaysi dasturiga, qaysi qismiga, qaysi elementga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak, mana shu selectorga biz murojaat qilar ekanmiz. Masalan, aytaylik, and h1 ga yoki paragrafga o'zgartirish kiritmoqchimiz. Mana shu qismlari hisoblanar ekan. Yoki property. The property bu uning aynan qaysi xususiyatini o'zgartirmoqchiligimizni aytar ekan. Masalan, uni rangini o'zgartirmoqchimiz yoki shaklini o'zgartirmoqchimiz. Mana shu jarayon property qismida ro'y berar ekan. Yoki value bu o'sha xususiyatga beradigan, ya'ni o'sha xususiyatga amal qiladigan qiymatimiz bo'lar ekan. Masalan, ko'k rangi yokida 20 piksel bo'lishi mumkin. Yozilish qoidasi har doim jingalaksiz qavs ichida bo'lar ekan. Ya'ni oddiy qavs, o'zimizni foydalanadigan qavsimiz bor, o'sha qavsda yozilar ekan. Mana shu hammasi. And the next one is the colors and backgrounds. Endi kelinglar, mana shu ichki olamiga kiramiz. Qanaqa o'zgartirishlar qilishimiz mumkin? Nima bo'ladi u jarayonda? Colors. The first one is colors. It changes the text color. And the background color, it means that it changes the background color behind the element. The ways to define colors. Ya'ni bu yerda yo'llari,
rang aniqlashni yo'llari bo'lar ekan. And the color names ya'ni rangni nomi, rang ismi, aytaylik red, blue, green, qizil, ko'k, yashil yoki boshqa ranglar aytaylik. Endi hex kod bor. Bu uni kodlari, ya'ni ranglarni kodlari. Masalan, mana shu F, ya'ni 5 dan 6 dan F bor, o'shalar oq rangni bildiradi. Bu 0, ya'ni 0 esa qora rangni biladi. Bu o'zi maxsus shunaqa kod, guys. Xo'sh, endi ranglar bilan ishlashda asosiy ikkita kaliti so'zimiz bor ekan. Bular matnni o'ziga rang berish uchun shunchaki color deymiz, ya'ni matn qismiga mana color yoki background men qizil qilmoqchiman aytaylikda. Qizil qilmoqchiman. Bunda shunchaki color tugmasi orqali bajarar ekanmiz. Endi elementni orqasidagi fonga rang berish uchun esa background color yoki qisqacha qilganda backgroundni ishlatishimiz kerak ekan. O'zi background degani orqa qism degani. Mana shu orqa qism, ya'ni bu yozuvlarning orqasi background deyiladi, guys. O'shani men qizil qilmoqchiman. Mana shu background qismini men qizil qilmoqchiman. Men background color yoki shunchaki background ishlatar ekanman, just shunchaki xolos. Xo'sh, endi ranglarni 3 xil uslubda yozishimiz mumkin ekan. Shunchaki inglizcha nomi orqali, masalan red, blue or something, I can choose the name of the colors. Ya'ni shunchaki ranglar bilan tanlay olaman, or hex kodlari bilan. Boya aytganimda o'zini har bitta rangni o'zini kodi bor. F bo'lsa oq rang, 0 bo'lsa, ya'ni 0 bo'lsa qora rang bo'ladi, yoki yana oxirgi yo'limiz, ya'ni V'imiz bu RGB, ya'ni RGB formatida rang tanlashimiz, ranglarni o'zgartirishimiz mumkin ekan, guys. Xo'sh, the next page talk about the dimensions, the width or weight. Dimension o'zi, ya'ni ularni aniqlash, o'lchamini aniqlash, kengligini aniqlash, like this. And the width bar defines the horizontal the size of element. And the weight esa bu defines the vertical size, guys, of the element. Ya'ni bu horizontal, and the weight bu horizontal element, ya'ni horizontal o'lchami bo'lsa, the height esa bu uni vertical o'lchami hisoblanar ekan. The units of measurement, the pixel, fixed or absolute size bor, o'zgargan, to'g'irlangan yoki muqobil o'lcham bor, yoki percentage, ya'ni foizlar bor. The relative size, bu odatda changes basis screen size, bu o'zgarishi mumkin qachonki skrinni o'lchami o'zgarganda. Endi elementlarni o'lchamini belgilash uchun biz the weight, kenglik, or height, the balandlikni ishlatar ekanmiz. Bu yerda IT xodimlari o'lchov birliklarini bilishi kerak. Siz ham, biz ham, har birimiz mana shu sohada ishlayotgan har birimiz uni o'lcham birliklarini bilishimiz kerak. Shunchaki bunda matematika ham qo'l keladi, guys. Endi eng ko'p ishlatadigan birlik bu pixel. Eng ko'p, eng common bo'lgan the pixel, it is a very common like birlik hisoblanadi. Endi u o'zgarmas aniq o'lcham beradi, ya'ni pikselda o'zgarmaydi hech qanaqa. Ikkinchisi esa foiz. U ekran kattaligiga qarab o'zgaruvchan bo'ladi. Yana moslashuvchan bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, the percentage relative to size changed based on the screen size. Okay? Ya'ni foiz bu o'zgarib ketavishi mumkin. U ekranni kattaligiga qaraydi. Piksel esa o'zi absolute, ya'ni u bitta muqobil bo'ladi unda. Xo'sh, endi let's see next page, guys. Understanding the CSS box model. And every HTML element is considered a rectangular box. The content, the padding or border or margin, and the actual text or image, it means the content. The padding is inner space between content or border. The border is the edge around the padding and content. Margin is outer space around the element, separated it from other elements. And the
CSS olamida har bir element bitta to'rtburchak qutida deb tasavvur qilamiz. Ularni aytaylik. Mana shu har bitta element ma'lum bir to'rtburchak quti ichida. Endi biz buni mana shu to'rtburchak qutini box model deb ataymiz ekan. Uni ichida nimalar bo'ladi? Uni ichida content bo'ladi. Matn yoki rasm bo'lishi mumkin kontentlarga. Matn bilan uning atrofiga chizilgan chiziq o'rtasidagi ichki bo'shliq bu padding deb ataladi. Endi mana shu quti, to'rtburchak qutini atrofiga chizilgan ramka yoki devor bu border, ya'ni chegara deyiladi. O'zi ingliz tilida ham mana shunaqa chegara bu border deyiladi. Endi mana shu qutining tashqaridagi barcha elementlardan uzoqlashish masofasi, ya'ni uni tashqi bo'shlig'i bu margin deyiladigan. Buni hammasini yaxshilab ajratib olishimiz kerak. Content nima? Content bu o'sha rasm, the box model bu to'rtburchak quti, ya'ni elementlar saqlanadigan quti, padding bu uni ichki bo'shlig'i, border uni chegarasi. Like this one, guys. Xo'sh, endi the practical example of box model. Endi masalan, kelinglar endi box modelga misol ko'ramiz. Mana shu bizda bir kod bor. Mana shu kod misolida ko'raylik. Biz buni div elementiga 300 piksel kenglik beramiz. Mana kengligi 300 piksel, the padding 20 piksel yozganimiz uchun div ichidagi matn devordan 20 piksel uzoqlashadi. Mana bu padding 20 piksel bo'lyapti va 20 pikselda uzoqlashyapti yozuvdan. Endi ichkariga suriladi, ya'ni ichkariga surilar ekan. Endi border orqali 5 piksel qora chiziq chizamiz. Mana border 5 piksel black solid, ya'ni chiziq. Endi margin 50 piksel bo'lyapti. Bu esa div qutisini boshqa hamma narsadan tashqi tomondan 20 piksel uzoqlashtirar ekan. Outer space. Okay, tushunarlimi o'quvchilar? Kelinglar endi keyingi pejda nima? CSS ni key terminology qismiga o'tamiz, ya'ni uni o'zini kalit so'zlari bor, kalit terminlari bor. Bular piksel, asosiysi piksel, ya'ni absolutely the units of design. And the king is the next one is inner space inside the element box, and like padding. Padding o'xshaydi yoki da outer space bor. Ichkisi yoki da tashqisi desak bo'ladi. Yoki the last one is the solid dash dotted different styles for borders. Endi bu so'zlarga qaraydigan bo'lsak, inner space bu ichki bo'shliq bo'ladi, ya'ni bu padding, boya aytganimdek ichki qismi. Outer space bu tashqi bo'shliq, ya'ni uni margini, tashqi olami. Boya bitta so'z bilan aytadigan bo'lsak, ichkisi padding, tashqisi margin. Endi border bu chiziqlari har xil qilsa bo'ladi, ya'ni chegara. Solid bu to'g'ri tekis chiziq. Bo'lsa dashed chiziqchalardan iborat bo'lar ekan, dotted nuqtalardan iborat chegara hisoblanar ekan, guys. Xo'sh, bugungi darsimiz, bugungi CSS darsi mana shulardan iborat edi. Thank you for your attention. I say everything is clear, everything is understandable, and if you have a question, you will ask me, guys, in the on our chat group also. And that's all. Bye bye, guys.